Assalomu alaykum qadrli bolajonlar. Bugun sizlarga echki bolalari hamda yovuz bo'ri haqida ertak aytib beraman. Marhamat. Qadim zamonlarda bir quyuq o'rmonda ona echki va uning qo'zichoqlari yashar ekan. Ular juda ham baxtli yashar ekanlar. Qo'zichoqlar juda ham o'yinqaroq va quvnoq ekan. Ular 7 ta bo'lib, ona echki o'z bolalarini juda yaxshi ko'rar ekan va ularni yovuz bo'ridan himoya qilar ekan. Bir kuni ona echki bolalariga ovqat topib kelish uchun o'rmonga yo'l olibdi. Va bolalarini bir yerga jamlab, ularga shunday debdi: "Bolalarim, men sizlarga ovqat topib kelish uchun ketyapman. Eshikni hech kimga ochmanglar. Agar bo'ri kelib qolsa, sizlarni bitta qoldirmay yeb qo'yadi. Lekin biz qayerdan bilamiz eshikni kim taqillatganini?" deyishibdi bolalarim. Bo'rining ovozi juda ham yo'g'on, meniki esa ingichka va yodiga bir narsa tushib qolibdi. "Bolalarim, bo'rining oyoqlari qora, meniki esa oq" debdi. "Oyijon, xavotirlanmang, biz o'zimizni himoya qila olamiz" deyishibdi bolalari. Ona echki bolalarini bir-bir o'pib o'rmonga yo'l olibdi. Bu vaqtda bo'ri echki bolalari uyini poylab turgan ekan. Bir oz kutib, eshikni taqillatibdi. Ichkaridan "Kim bu?" degan ovoz eshitilibdi. "Bu men, sizlarni onangizman." "Yo'q, sen bizlarni onamiz emassan. Sening ovozing juda ham yo'g'on. Oyimizning ovozi ingichka, mayin" deyishibdi. Bo'ri darg'azab bo'lib do'kondan bo'r sotib olib, uni yebdi va ovozi bir oz ingichkalashibdi. Echki bolalarini uyiga kelib, yana eshikni taqillatibdi. "Eshikni ochinglar, bolajonlarim, oyingiz sizlarga yemish olib keldi" debdi mayin ovozda. Bir vaqt ular eshikni ochmoqchi bo'lib turishganda, birdaniga bir echki bolasi "To'xtanglar, avval eshik ostidan uning oyoqlariga qaraylik" debdi. Qarasalar, bo'rining oyoqlari qop-qora ekan. "Sen bizning onamiz emas, onamizning oyoqlari oq" deyishibdi. Bo'rining battar jahli chiqibdi va nonvoyning yoniga boribdi. "Menga un ber" debdi. Undan un sotib olibdi. Echki bolalari uyi yoniga kelib, oyoqlariga un sepib olib, yana eshikni taqillatibdi. "Bolajonlarim, eshikni oching, oyingiz keldi" debdi. Shunda echki bolalari "Oyoqlaringni ko'rsatchi" deyishibdi. Bo'ri oyoqlarini eshik tagidan ko'rsatibdi. Uning oyoqlari unga botirilgan oppoq ekan. Echki bolalari "Oyimiz keldi" deb o'ylab, eshikni ochishibdi. Bo'ri ularga tashlanibdi. Qo'rqib ketgan echki bolalari har tomonga qochib yashirina boshlashibdi. "Hozir hammangizni tutib olaman" debdi bo'ri. Birinchi echki bolasi stol tagiga yashirinibdi. Ikkinchi echki bolasi kravat tagiga, uchinchisi pechka ichiga, to'rtinchisi oshxonaga, beshinchisi shkaf ichiga, oltinchisi esa parda orqasiga yashirinibdi. Va nihoyat 7-chi echki bolasi devorda osilib turgan katta soat ichiga kirib olibdi. Lekin bo'ri ularning hammasini topib olibdi va yeb qo'yibdi. Faqatgina soat ichida yashiringan echki bolasi omon qolibdi. Qorni to'ygan bo'ri anhor yoqasiga kelib uxlab qolibdi. Uyiga kelib hayrat va qo'rquvdan qotib qolgan ona echki hamma yer ostin-ustun bo'lib yotganini va bolalari yo'qligini ko'rib yig'lab yuboribdi. Bolalarini hamma yerdan izlay boshlabdi.
shkaf ichidan, stol tagidan, kravat ostidan. Shundan so'ng kichkina echki bolasini ismini aytib chaqirganda, onasining mayin ovozini eshitgan echki bolasi soat ichidan chiqib kelibdi va bo'lgan voqeani aytib beribdi. Bo'ri hamma aka-opalarimni yeb qo'ydi deb yig'labdi. Ona echki chuqur qayg'uga botibdi va bolasini olib o'rmonga yo'l olibdi. O'rmonda ketayotib, ariq yoqasida uxlab yotgan bo'rini ko'ribdi. Ona echki bo'rining qornida nimadir qimirlayotganini ko'rib qolibdi. Nahotki bu mening bolalarim bo'lsa, deb o'ylabdi va bir reja tuzibdi. Ip, igna va qaychi olib kelish uchun bolasini uyiga jo'natibdi. Bu orada u katta-katta 6 dona tosh teribdi. Echki bolasi oyisining aytgan barcha narsalarini olib keldi.